2026-yil Toshkent 15-may va Game Fest start oldi azizlar. Provaga test topshirsa bo'ladi. Provaga o'qib yurganlar, kelmaganlar ustanadi. Taassurotda zo'r, buncha katta tayyorgarlik bo'lganini kutmagan edim. Albatta zo'r atmosferaga gap bo'lishi mumkin emas. Qani bizni yakunda. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Menimcha ...2026-yil Toshkent 15-may va Game Fest start oldi azizlar. Sizlarni Game Fest bilan tanishtirib o'taman. Xo'sh, bugun bu yerda, ya'ni Renessans Hallda nimalar bo'lmoqda? Barchasini biz bilan birga kuzatishingiz mumkin. Qani, ketdik. Bu yerda kelgan tomoshabinlar va ishtirokchilar uchun hattoki maxsus joylar yaratilgan, ya'ni food trucklarimiz bor. Bu yerda bemalol tushlik qilishlari mumkin. Barcha sharoitlar bor. Endi esa biz Renessans Hall tomon yo'l olamiz. Bu yerda bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak, mingdan ortiq ishtirokchilar va tomoshabinlar bor. Shunday ekan, siz ham ular safida bo'lsangiz, Game Fest haqidagi fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Aynan mana shu yerdan Game Fest o'z ishini boshlagan. Ko'rishingiz mumkin, registratsiya tugagan va ayni damda Expo markazlarida ishtirokchilar va animatsion studiyalar o'z faoliyatini olib borishmoqda. Jarayonlarni kuzatamiz. Fotozonada ayni damda Mike Fisher, ya'ni buyuk shaxslardan biri turibdi. Fotozona orqamizda va bu yerda o'sha inson ko'rishingiz mumkin. Renessans Hallga kirishingiz bilan bu yerda ikkinchi qavatimizda Alley of Hudojnikov, ya'ni Alley of Arts joylashgan. Birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Game Fest 2026 3-chi bor o'tkazilmoqda va bu galgisi har doimgidan ham yuqori kayfiyatda va nihoyatda katta masshtabda amalga oshirilmoqda. Bu yerda san'at yaraladi. Qo'lda har bir ishlarini chizib chiqishadi va o'z ishlarini kelgan ishtirokchilarga, tomoshabinlarga, qatnashayotgan barchaga namoyish etishmoqda. Qiziqayotganlar bo'lsa, chiqib bemalol ko'rishlari mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Jarayonlar sizga yoqmadimi? Можно на русском? Можно, давайте. Juda ham yoqyapti. Men o'zi вообще bu o'qish zavideniyasini 5 yil oldin bitirib ketganman. Men bitirib ketgan joyda o'qiydiganlar hozir Ustkada o'tiribdi. Men juda ham xursandman, если честно. Вообще молодцы. Game Fest 2026 sizga qanaqa taassurotlar uyg'otdi? Я вообще в целом волонтер, поэтому мне очень нравится. Организаторская группа вообще шикарная. Hamma narsa на высшем уровне, hamma narsa yetkazib berilyapti. Стендlarni ko'rib chiqyapman, hammasi интересно, прям завораживает. Я вообще любительница игр и chizish yaxshi ko'raman. Animatorlar bor ekan, ko'rib shunaqa ko'zlarim qonib ketdi. Вообще шикарно o'tyapti. Вообще yoqdi прям. Kreativ sanoatda siz ham o'z o'rnini topgan yirik mutaxassislardan biri bo'lishingizni umid qilamiz. Charchamang. Jarayonlar davom etadi. Jarayonlar qanaqa ketyapti? Yaxshi. Hozir nimalarni tushuntirib bermoqsiz menga? Hozir shu komiks qanaqa chizilishini, keyin shu qanaqa rang berilishi, shu zakazlar tushishi haqida gaplashyapmiz. Komikslar bugungi kunda rivojlanayotganligi qay darajada? Hozircha o'rta darajada, endi ingliz anaqalarni oladigan bo'lsa 100%, O'zbekistonda hali rivojlanmagan lekin. Endi sekin rivojlantiryapmiz. Game Fest 2026 qanaqa taassurotlar uyg'otyapti sizni? Juda ham zo'r, o'zim men pastga tushib ko'rib chiqdim. Ishlarni hammasi zo'r. Bittalab tanishib ham chiqdim. Rahmat. Davom etamiz. Mana shu zalimizda hammasida rassomlarimiz, ijodkorlarimiz o'z ijod namunalarini kelganlarga taqdim etishmoqda. Keling endi Expoga tushamiz. U yerdagi jarayon yonmoqda va bu olovning ichidagi chug'larni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Ketdik. Bu yerda xalqaro studiyalar, xalqaro ekspertlar bilan o'zimizning mahalliy
kompaniyalar bemalol networkingni amalga oshirishlari mumkin. Hattoki bu yerda ishtirok etayotgan ishtirokchilar ham ko'rishingiz mumkin. Panel sessiyalardan so'ng chiqib bemalol suhbatlarni amalga oshirishadi. Bu yerda Urugvay Video Games tomonidan maxsus expo tashkil etilgan. Hello. How are you? Mana bunaqa ishlarni hattoki joylashtirishgan. Ruchkalari Urugvay. Bu yerda o'yinlari bor ekan. Buni o'tirib, o'ynab, sinab ko'rish imkoniyatimiz bor ekan. O'yna olamanmi yo'qmi sinab ko'ramiz. Hech o'yin o'ynamagan ekanman. Bugun o'ynab ko'ramiz. Karta ekan. Mashina kleykalarni omilga qo'ysangiz, masalan, bir qo'ysangiz bitta point qo'shiladi, 3 qo'ysangiz 3 ta point qo'shiladi. Siz zadachangiz ikkala kartada ham eng ko'p ochko yig'ish, ikkala kartangizda ham hammasi yoki juft bo'lish kerak yoki to'q bo'lish kerak. Kelgan ishtirokchilarning hammasiga qatnashayotganligi jarayonlarni tushuntirib boryapmiz, shunaqami? Endi to'xtamaymiz, tez-tez sizlarga jarayonlarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bu yerda Creative Industries Qozog'iston eksposi o'rin olgan. Ular ham o'z mijozlariga, qiziqish bildirayotgan fuqarolarga o'z ishlarini tushuntirishmoqda. Davom etamiz. Nazar Innovation, Lumikid. Davom etamiz. Expoda odam juda ham ko'p, chunki eng qiziq jarayon expoda bo'ladi. Shuning uchun tezgina o'tib ketishga harakat qilamiz. Siz esa imkon qadar jarayonlarni o'zingiz uchun muhim bo'lgan qismini esda saqlab qoling. Exponi eng qiziq qismlaridan biri mana bu yerda bo'lyapti. Ya'ni bu yerda PUBG o'ynashyapti, streamerlar stream qilyapti va shu bilan birgalikda boshqa o'yinlarni ham sinab ko'rishyapti. Kelinglar ko'ramiz. Kirmayman. Bu yerda PUBG, menimcha PUBGmi bu bilmayman, Counter Strike o'ynashyapti. Yaxshimisiz? Jarayonlar qanaqa ketyapti? Shu ko'rsanglar bo'ladi, atmosfera zo'r, klientlar kelib o'ynab ko'rishyapti. Yaxshi. Eng ko'p odam menimcha sizlarda bo'ldi. Bizda kompyuter bor, 3 ta PlayStation, nima edi, rulimizni haydab ko'rib, pravaga test topshirib ko'rishmoqchi. Pravaga test topshirsa bo'ladi. Sizga harakat qilib, ana qildi. Pravaga o'qib yurganlar, kelmaganlar ustanadi. Gamefest 2026 qanaqa taassurotlar uyg'otyapti sizda? Ну, zo'r, просто cho'tki. Muammo yo'q. Organizatsiyaga baho berdingizmi? Organizatsiyaga kattakon rahmat, shuncha sharoit qilib berishdi bizga, zo'r. Просто gapirsa gap ko'p. Deyarli gap ko'p. Rahmat kattakon. Davom etamiz. Aytgancha bizda cosplayerlar ham bor va ular maxsus maskalarda kelishgan. 16-may kuni cosplayerlarni awardlari bo'lardi. Eng yaxshi cosplaylar aniqlanadi va pul mukofotlari taqdim etiladi. Xullas, butun zalda expo bo'lyapti. Men bu jarayonlarni sizlarga kamera orqali tushuntirib bera olmayman. Kelganinglarda buni guvohi bo'lardinglar va bu jarayon ichida sizlar ham yongan bo'lardinglar. Lekin imkon qadar kamera orqali sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Deep Animation bizning mashhur pomidori doppimizni yaratgan animatsion studiyalardan biri. Menimcha hamma biladi bu multfilmni, yaxshi ko'rib ko'rishgan. Davom etamiz. Ular ham expoda ishtirok etishyapti. Barcha o'z ishini namoyon etyapti va muxlislar, mijozlar, hattoki o'zlariga investorlar topish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi bu yerdagi barcha. Bolalarning eng sevimli multfilmiga aylanayotgan Sehrlandiya loyihalari bilan kelishgan. Bizning Dumboqvoy bolamiz aynan Sehrlandiyadagi eng yoqimtoy obrazlardan biri. Sehrlandiyada kichkintoy Mimi ham bor ekan, hattoki. Qo'yamiz. Jaloliddindan ismini bilmas ekanman. To'liq metrajli multfilmning qahramoni. Sehrlandiyadagi O'zbekistondagi birinchi to'liq metraj. Lola Animation'ni Gamefest 2026dagi taassurotlari qanaqa? 2026, 2025, 2024 hammasi ajoyib bo'lgan. Bu safar ham. Bu safar biz to'liq metrajli multfilmimizni ochiq ko'rsata olyapmiz. Mana
25-dekabrda Disney tashrifi bilan premyera bo'lgandi. Taassurotlaringiz yaxshi? Menga Mimi yoqadi-da baribir. Mayli siz shu Mimi, men Shahzoda opada ko'rganda Mimi dersa, Bibi. Bibi. Mayli. Bibi ekan. Davom etamiz. Xuroson Animation, Astir Animation ko'rib turganingizdek bir qator loyihalari bilan ishtirok etishmoqda. Takrorlanmas loyihalar desa bo'ladi. Hattoki buyuk bobolari bolaligi aynan Astir Animation tomonidan taqdim etilgan edi. Ketdik. Davom etamiz. Bu yerda Kaja Games, Traditional Woods Modern Vision ham bor. Hattoki Digital Us ham o'z ishlarini aynan mana shu ekspolarda namoyish etishmoqda. Ketdik. Eng muhim joyga yetib keldik. Biz panel sessiyalarga kiramiz. Bu yerdagi atmosferani ko'rib bilamanki, siz lol qolasiz. Yuring. Kreativ sanoatni ochib beradigan ekranlar, sahna va mutaxassislar hammasi aynan mana shu panel sessiyada yig'ilishgan. Sekinlik bilan kiramiz, ozgina bularni qiziqtirib turaylik. Ekranlarni ko'rishingiz bilan wow deyishingizga ishonchim komil. Ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy kreativlik uyg'ongan joy. Panel sessiyalar bo'lmoqda. Bu yerda katta kompaniyalar, ya'ni xalqaro ekspertlar o'z tajribalari bilan bo'lishmoqda. Hattoki Warner Bros'da tajriba o'tagan, bu yerda stajirovkada bo'lgan insonlar ham gapirishmoqda. Har bir mutaxassis shu yerda fikrlarini, mulohazalarini aytib berishmoqda. Atrof sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, kommentariyada albatta o'z fikringizni qoldiringlar. Panel sessiyalar davom etmoqda. 16 may ham davom etadi. Siz buni 15 mayda kechqurun ko'rayotgan bo'lsangiz, 16 mayda ham tashrif buyurish imkoniyatiga egasiz. Sizni kutib qolamiz va hali jarayonlarni biz to'xtatmaymiz. Shu yerda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz, chunki bizda ishlar juda ham ko'p. Ko'rishguncha. Qanaqa bo'ldi taassurotlaringiz? Taassurotda zo'r, buncha katta tayyorgarlik bo'lganini kutmagan edim. Umuman kutilmagan narsada bo'ldi. Ko'payishini xohlaymiz, juda zo'r maza qildik. Obunachilar ham maza qilishdi mana. Albatta zo'r atmosferaga gap bo'lishi mumkin emas. To'g'risi unchalik kutmagandim. Masshtabni juda ham chiroyli bo'ldi, o'ylayman. Eng qizig'i Gamefest 2026 ga uzoq viloyatlardan ham tashrif buyurishgan. Hozir ayni damda Nukusdan kelgan ishtirokchilar bilan suhbatlashamiz. Qalaysiz? Yaxshi. Qayerdan keldingiz? Nukusdan, Qoraqalpog'iston. Kelolmadingizmi yo'lda? Keldik. Gamefest yoqdimi sizga? Yoqdi, ha. Nima maqsadda keldingiz o'zi? O'zim o'yinda prezentatsiya qilishga. Taqdimot qilmoqchisiz o'zingiz. Ha. Qanaqa o'yin yaratdingiz? Ko'rsating. Men o'yinimiz sayt yaratdim. Sayt yaratdingiz? Ha. 3 ta o'yin. Saytning ichida 3 ta o'yin bor. Xo'p. Birinchi o'yin Star Catcher. Ko'rsating. Star Catcher. Ellos Travel birinchi o'yin. Birinchi o'yinda bu har turli monsterlarni o'ldirish kerak. Buni yuklab olish kerak emas. Buni tekkina sayt orqali kirish mumkin. O'yinga sayt orqali kirish imkoniyati ham bor ekan. Ikkinchi o'yiningizni ko'rsatingchi. Ikkinchi o'yin Maze Escape. Aha. Maze Escape birinchi level, labirint. Bu da exitni topish kerak. Vhod. Ha. Ha. Yo'l topish kerak. Qo'lga tushmasdan chiqib ketish kerak. Ha.
uchinchi o'yinni ko'ramiz. Uchinchi o'yin u Block World. Bu haqiqiy Minecraft. Minecraftdek tuzilgan bu o'yin. Ha. Bu g'oyalarni qayerdan oldingiz va qanaqa qilib ishladingiz? Men buni AI safhasida ishladim. Qancha vaqt ketdi? Bir hafta. Bir haftada qildingiz shu o'yinlarni. Ha. Qoyilmisizlar, yosh bola 3 ta o'yin yaratgan kamiga Play Marketdan yuklab olmaysizlar. Shunchaki saytga kirasizlar va 3 ta o'yindan bittasini tanlab o'ynash imkoniyatiga egasizlar. Game Festda shunaqa olamshumul voqealar bo'lib turadi. Davom etamiz. Game Festda ko'rganimizdan xursandmiz. Taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarim zo'r. Bunaqa tadbirga birinchi chiqishim. Ozgina hayajon bosib boshida, zo'r bo'lib. Game Festda ishtirokingiz nimalarni o'zgartira oladi deb o'ylaysiz? Odamlarni qiziqishini deb o'ylayman, yana ham. O'zi taassurotingiz qanaqa bo'ldi? Game Festda faqatgina o'yin emas, balki animatsiya bo'yicha ham suhbatlashildi. Jarayonlar qanaqa sizda taassurotlar bor? Taassurotlar yaxshi. Endi hozir men bu yerda bo'layotgan narsalarni ko'rdim. Men o'zim ham oldin animator dizayn sohasida ishlaganman. O'yin yaratish haqida o'ylab ko'rganmisiz hech? O'yin yaratish haqida o'ylab ko'rmaganman. Agar o'ylab ko'rganimda ham shu ishni qilganimda ham men qaysidir bittachasini qilib berardim-da. Ya'ni chizadigan joylarni qilib berardim. Chunki oldin shunaqa ishlaganman, shunaqa sohada. Va Game Fest 2027 da ham ishtirok etishni xohlagan bo'larmidingiz? Xudo xolasa-da ishtirok etamiz. Game Fest 2027 da ham bo'ladi-da. Hozirdan ro'yxatga yozilishga tayyorlaninglar. Rahmat sizga katta. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Qani bizni Yakudza. Assalomu alaykum. Yakudza qanaqasiz? Menimcha PUBG muxlislari aynan Yakudza orqali Ko'zingizga qarasam hozir hushidan ketib qolaman. Taassurotlaringiz qanaqa? Voy. Tat. Menga kesaverasiz shunchalik. Ko'zlaringizga qaray olmayapman. Bitta Game Fest 2026 qanchalik yoqdi sizga? Azzaka ko'zlari va shu qarab bo'lmasa kerak. juda ham zo'r maza qildik. Вообще-то O'zbekistonda IT texnologiyalari o'zi kibersport rivojlanayotganligi meni juda ham xursand qilyapti. Bunaqa Game Festlar o'tkazilayotgani meni yanada ham xursand qilyotgani nima? O'zbekistonda rivojlanish bor. То есть bolalar boya ham bitta bola bilan tanishib oldim. 17 yoshida 20 ta bolasi bor komandada. Просто tak o'tirmayaptgani meni shu narsa xursandga soldi. Endi eng qizig'i bilasizmi? Bu yerda Yakudzaga agar o'yin yaratish imkoniyati berilganda o'zi uchun qanaqa o'yin yaratgan bo'lardi? Endi yoshim katta bo'lgan sari bo'lib spokойный o'yinlarga qiziqyapman. Qanaqadir bilmadim, Sims mujskoy versiyasini qilardim. Lekin Simpsonsni chizgan inson shu yerda yuribdi. Yo'q. Animatorimiz shu yerda. Endi menga ko'proq Clash of Clans qiziqtiradi. Suhbatlashib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Xudo xolisa, ko'rib qolsangiz suhbatlashamiz. Game Fest 2027 da albatta ko'rishamiz. Albatta ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Davom etamiz. Game Fest 2026 da ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat kattakon. Taassurotlaringiz qanaqa? Zo'r, masshtabli, juda ham zo'r, hayajon, odam ko'p, maza qildim. Savollarga ham, atmosferaga ham, tashkillashtirganinglarga ham. Juda ham niyat qilamanki, umid qilamanki, kelajakda bu narsa juda ham ko'p bo'ladi. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Hozircha shu o'zingizda davom etamiz.